Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sog'misizlar, omonmisizlar? Ulug' ayyom kunlarida ro'zalar tutib charchamayapsizlarmi? Do'stlar, mana Xudo xolasa bugun 8-mart ekan. Xotin-qizlarimizni, onajonlarimizni 8-mart ayyomlari bilan tabriklaymiz. O'zimiz Gipki Kamin guruhimiz nomidan. Do'stlar, Gipki Kaminga qiziquvchilar ekrandagi chiqib turgan raqamlarga murojaat qilishlari mumkin. To'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Ushbu obyektimizni ozgincha tanishtirib o'tganmiz o'tgan videolarda. Video syomka jarayonida ko'rib o'zlaring baho berasizlar do'stlar. Qanaqa chiqqan fikrlaringizni kommentariyada yozib, yo'qsa bir dona bitta layk tugmasini bosishni unutmanglar do'stlar. Bizdan uzoqlashmanglar. Do'stlar, Xudo xolasa keyingi videomizda to'liq narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Bizdan uzoqlashmanglar do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.